Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Cricket TV kanali. Bugun biz shunaqa o'yin o'ynaymiz. Mana ozgina o'ynab qo'ydim men endi. Qiziqishga. Normal o'yinchi ekan. Endi bu yerda biz qanaqa o'rganib chiqay. Mana bu yerda shu One Speed Boka o'zingga o'xshagan narsalar mana 780 190 plusdan beradi. 2,5 k yig'sa agar 410 plusdan beradi. Agar 1 billion yig'sa agar qancha 5 million plusdan beradi do'stlar. Hozir menda 1 million 100 plusdan beryapti, lekin men ozgina kuchayganim sababli sekundiga 5-6 k dan beryapti. Davay ketdik. Bu qadamcha bular o'rgatib mana bu yerdan kamida bir 10 k bo'lish kerak, yerdan oson o'tib ketasizlar. Keyin mana odamcha bor. Bu yerdan ham oson o'tib ketasizlar. Agar 201 k yig'sangiz bo'lar. Mana bu o'yin nomini kommentga yozib qoldiraman. Yoki sizlar короче ko'rsaman faqat anu bijan oxirida ko'rsaman. Qiziq o'yin, normal o'yin ekan. Like bilan bosib qo'yasizlar. Anchadan beri o'ynayapman bu o'yinni. Like'larni qichirlatib bosinglar tamomchilar. Boshqa hech qanaqa ish kutayotganim yo'q. Bu yer juda qiyin. Hozirchalik mana bunday turamiz. Petlar bor, har xil. Masalan, mana buni ochamiz. Legendary 3'te Rabbit ham kelibdi do'stlar. Ko'p best qilamiz. Undan ham ko'p berish boshladi. 23 kadan beryapti. Yangi rekordimiz. Normalda speed yig'dik. O'ynash oson. Keyin sizlar ikkinchi qismda agar One Speed o'ynaymiz. Like paklarni bir 3 tachala qiladi. Men sizlarga One Speedda qancha kuchayishini o'rgataman. Bularni bilgan biladi. Normal o'yinchi o'zi. Yo'lgacha bora olmayman-da. Kuchlilar bor. Ko'ryapsizlarmi boshimdagini? Rabbit qilib yuraverasizlar. World 2ga o'tishga bilmadim. Yaqinda ko'rdim. Normal urban yig'dim. Ko'ryapsizlar mana. World 2ga qani o'tsa bo'ladi. Qanaqa change good. Короче, ozgina trenirovka qilamiz. Mana do'stlar, boshqa oldik. Yaxshi o'ynash bilan. Men ham bular ketaman to'g'ri. Like bosinglar, shuni kutyapman, obuna bilan like tamam. Mana hech qanaqa boshqa narsa uchun so'ralmayapti. Qaranglar, 30 tagina obuna yetadimi? Plus 30 tadan 30 ta obunachi bor, to'g'ri. Mana knopka kesali ekan, shunaqa xursand bo'laman. Mayli. Shunaqa joylar bor. Ana yaxshi. Ay.
Do'stlar. Oldin donatordi. Lekin akantim chopilib ketdi do'stlar. Bilmagan holatimda bo'lib qoldi. To'g'risi lekin bilmagan holatimda bo'lib qoldi. Akantim chopilgan. Shunaqa kuydim lekin to'g'risida. Shunaqa kuydim. Yo'q. Bu so'nish bilan ko'rdinglar. O'zim ham bilmayman. Kamera 13 million 1 million yetmaydi. Qayerga 1 million yetmas. O'sha yerlarga 1 million yetmaydi. Nasıl mı oldu? Hemen yoz ketaman yoki o'yinni oxirida o'sha o'yindan chiqaman-da. Men sizlarga aytaman shuni. Nomi ko'rinadi-ku. O'shandan agar knopkam keladi va nima desam, oy 9 keladi, keyin men 15 minutdan ham ko'p video olaman-da. Iltimos 10 mingta qo'yinglar, shu knopka kelsin bitta. Bizdan bir knopka ko'raylik. Qo'rqib ketdim. Do'stlar, ay. Ko'rasizlar, shunchalik tezligimdan ulgurmayman. Mana ko'ribman. Yo. Aman iyi. Şuradan. İşte. Korkma. Oy brucucuk yani. Oturağımız yine. Lekin videolarni 10 minutdan bo'lish kerak. Minutdan agar YouTube qabul qilmayapti, direkt knopka keladi, knopka so'rayapti YouTube. Yo'q. Knopkani bo'lish kerak. Demoqchilar-ni. Knopkani bo'lmasa agar so'ramaysan, odamlar zerikishi mumkin-ku. Obuna bosib qo'yinglar, sizlar obuna pullik emas-ku. Do'staman. Jalgada agar shuncha vaqtim obunasiz. Deydi. Do'stlar, osmonga sarf etgan bo'lsam jalga to'g'risi lekin.
Buni ikkita ochib yuboramiz. Ochib yuboramiz. Do'stlar, shu video tugash arafasida turibdi do'stlar. Hozir sizlarga o'yin nomini ko'rsataman. Oxirgi перерывni qilamiz va o'yin nomini ko'rsataman. Sekinlashayapti-da. Mana va nihoyat. Shu. Sizlarga endi o'yin nomini ko'rishingiz kerak. O'yin nomi mana. One Speed Break Escape. Shu o'yin normal o'yinchi. Yaqinda yoki yaqinda emasmi? Event boshlanadi. Kirsanglar agar olib qolasizlar mana. Mana serverlari bor. Reytingi 97%. Mana xuddi shunaqa rasm bo'ladi. New deb yozib qo'ygan bo'ladi. Do'stlar, sizlarga xayr deb qolaman. Va bu video YouTube'ga joylanadi. Ikkinchi qismini ham olishim mumkin. Xayr.